ishq dashtin hech g'urbatkash musofir ko'rmasin. Men g'arib ul dashtaro ko'rganni kofir ko'rmasin. Yormangiz Farhodun Majnun oldida ko'ksimni kim botinimning dardu dog'in ahli zohir ko'rmasin. Adabiyot kechasi ko'rsatuvi namoyish etiladi. Shu nutq ila bo'ldi mumtoz barcha hayvondin ham oxir ul hayvondin erur maqolat anga deydilar Hazrat Navoiy. Bu asarda har bir kishi o'qish kerak. Yaxshi insonlarni atrofida aylan demoqdalar. Insonni jasadi bir mamlakat bo'lsa, uni podshosi ko'ngil ekan. Butun dunyo ilmini bilsin. Meni nazarimda agar ona tilini yaxshi bilmasa, u nodondir. Yoshlikda o'qi, ilm ol. Undan keyin o'shani qariga o'shani sarf qil, xarj qil deyishganda endi. Yoshlarimizda ham mana shu ona tilimizga muhabbat ruhida tarbiyalashimiz kerak. Noumid bo'lma, umid qil, yechilmay qolmasdigun, odam atoni gunohin haq bijiz kechgan emas. Bilmoq istagan ilmga shoshar, olimlari ilmda oshar, lek ikkisim jamlansa yurtimga ilmu ziyo sochar. Ilm irfon, ilm ziyo menga berdi bu ziyoni. Turk nazmining sultoni Alisher Navoiy bobom. Navoiyxonlik adabiyot kechalarini har juma oqshomida Muloqot telekanalida mualliflik dasturida kuzatib boring.